Dadasi, mendan rozi bo'ling. Ketadiganga o'xshayapman. Sirrazi rozimi xotin? Sirrazi. Jasur rozi bo'lib tashamang. 1-2 kun bor hali. Endi oldini olib qo'yibman-da. Men ketsam yana jirtillab uylanib olmang-a. Tepadan qarab turaman. Uzoqdan kontrolda bo'lasiz. Ha, onangning bir baxt tug'ildi-yu o'ldi-da. Nimadir dedingizmi? Hayo o'zim. Xotin, tur endi. Qara mana yaxshisan-ku, soppa sog'san. Tuppa tuzuk chakaging ishlab turibdi. Men ishonmayapman-da. Yo'q, dadasi rostdan. Men sezyapman. Точныйmi xotin? O'ta точно. Aniq hazilmasa? Aldasam o'lib keting. Sen o'zingni oldin meni jo'natmoqchisan-ku. Ras mazam bo'lmayotgan ekan xotin, mayli. Damina. Nimadir kerak bo'lsa, meni eving yoningda. Chaqirasan, chovib yet kelaman. Rahmat dadasi, boringizga shukr. Mayli, men dam olaman. Rostdan kasalsan-a? Rostdan deyapman-ku. Chiqing, yo'qoling. Mayli xotin, dam ol. O'ladigan odamning oxirgi so'zi qonun. Mayli, dam ol. Shu yerdaman. Kutyapman. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Tinchgina o'lishga ham qo'ymaydi. Dugonalarimga o'laman deb qo'yganman. Bu kishi bo'lsa asabimni buzar. Nima bu? Nima san? Asalarim, shakarlarim. Danu, onasini emsin. Boyman. Tinchlikmi xotin? Nimaga? Tinchlik? Ketish oldi sal ko'pmasmi u? Ha, endi kerakli yukni og'ir yo'q deyshadi-ku. Bahonalaringiz ham ko'pda sizda xotinjon. Men o'ylab qoldim-da. Yana 1-2 yil yashasammikin? Ha, bu dugonalaringga nima deysan? Erim o'lgani qo'ymadi deyman. Hayron qolaman-da. Mana shunday gaplar ayollarning kallasiga qanday kelarkin-a? Normalni keladi. Shunchaki yelkalarni bo'sh qo'yish kerak. Xotin, o'sha gap. Bu miya emas, qarg'a cho'qalagan yong'oq. Xotin. Xotin. Dadasi keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xotin, birinchi marta sen bilan shunaqa faxrlandim bugun. Menday qiz olganingizdan keyin faxrlanasiz-da. Axir men mahallamni eng oldi qizlaridan bo'lganman. Endi mahallangni qayeridagi qiz bo'lgansan bilmadim. Lekin bugun hayotimizda bitta kuritoy favorot bo'ladi-da. Kuritoymi, ne kuritoymi? Menga farqi yo'q. Menga hammasi yarashaveradi. Momom aytardi. Ayolingga bitta cho'p bersang, uni daraxt qiladi derdilar. Daraxtdan gapmi, dadasi? Bitta cho'pdan o'rmoncha yasayman-ku. Menimcha qurib ketgan o'rmon haqida aytibdi bu. Ayolga mehr bersang, seni baxtli qiladi derdilar. Axir baxt men bilan birga tug'ilgan. Endi hamma baxtni har xil tushunadi-da. Menimcha baxt yoshligida o'lib ketgan. Ha yana, agar ayolingga un bersang, uni non qiladi derdilar. Ha endi lag'mon bilan mantiq qilolmasam ham 4 ta tuxum pishira olaman-ku. Momom yana bitta gap aytganlar-da. Ayolingga pulli joyini aytmagin deganlar. Aytsang, xolavayron qiladi deganlar. Momiz rosa ko'p gapirarkanlar. Bugun bankka bordim, kreditlarni to'layman deb. Lekin negadir plastik kartochkamda bir so'm puli yo'q. Savol, u o'lgur qayoqqa ketdi ekan? Javob. Javob yo'q. Kechiring dadasi, men biroz kapga berilib ketdim-da, lekin siz xavotir olmang, kurgimdagi qizlarning hammasi dastoyni qaytaradi hammasini. Onasini emsin, har oy shu ahvol. Bir kishi itda ishlab keladi, bir kishi kayf qilib ishlatib boradi. Yana kurgi bormish. Kayfga berilganmish. Senga bir zo'r savolim bor-da xotin. Tayyormisan? Tayyorman dadasi.
Seni hayotingda eng muhim narsa nima? Pul? Sal bunday o'ylab javob bergan. Muhim narsa deyapman. Yo'q, baribir pulga tortib ketyapti-da. Pul. Javobim pul. Pul deb tug'ildi, pul deb o'yladi. Xotin, mana shu tasavvur qil. Hayotingda pul degan narsani olib chiqib tasha. Mana endi sen uchun eng muhim narsa nima? O'ylab turib javob beraymi? Yo, sen o'ylama. Senda unaqa narsa rivojlanmagan. Prosta javob ber. To'g'risini aytsam, boya xayolimdan chiqarib tashlagan pullaringiz bor-ku, o'sha eng muhim narsa. Xotin, bir kun kelib o'lsang bor-ku, odamlar nimadan o'ldi deyishsa, hakalak otib ketgan nafsi o'ldirdi deyman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Aka, sevgan qizimni kuchuk uchun ovqat olmoqchi edim. Itta ovqati bormi sizlarda? Bor. Shu yerdaysizmi yo olib ketasizmi? Aka, kamera borda, bo'lmasa bir o'ldiraman, tushundingizmi? Ya hozir, bor. Ha, bering unda. Ye, aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bu? Ovqat. Men ham yey. Yo'q, yemaysan. Unda kimga oldingiz? Bojamga oldim, bojamga. Siz bojangiz bor. Gap ko'paytirma. Bor darsingni qil. Aka, u maktabda ota-onalar yig'ilish bo'layotgan ekan. Xo'sh. Dadamga aytsam, onangga ayt deyapti. Onamga aytsam, akangga ayt borsin deyapti. Shunga boring ertaga. Yaxshisi ustozingga borib, men yetimman deb aytib qo'yib, bo'ptimi? Erta ishim bor. Aka, Oh, bitta savolda. nima gap? Hayotingizni bitta so'z bilan tasvirlab beringchi. So'kinib gapirsam ham bo'ladimi? Yo'q. Unda hammasi yaxshi. Aka, Instagram yana bir ikkita bachkana videolar olasiz-ku, o'shani Sen yaxkida. Mani videolarim bachkan emas, mani videolarim ibratli. И все дальше живем, курим и пьем. Поесть подарим бургам, фонтанчик с черным Dadasi, issiqini choy damladim. Bobolarimiz aytishgan, bitta yaxshilab terlasang, kuni bo'yi yaqtakkina bo'lib yurasan deyishgan. Ko'chada 60 gradus issiq. To'ttimgacha terlab yotibman. Bu issiq choy olib keldi. Mazza. Bitta zo'r gap bor-da. Xullas, anu Lazi psixolog kanalimga boru zo'r soqqali yo'nalish topdim. Boshqalarni bilmadim-u, lekin sana kanaling juda podozrительныйda. Nimaga? Sen bergan maslahatlaringga hech e'tibor berganmisan? Nimagadir u teskari ishlayapti. Kommentni hech o'qiysan? 99% qarg'ish, 1% pozitiv. O'sha 1% menga motivatsiya beradi. Motivatsiyangga sani. O'zi 100% qarg'ish. O'lsin, ko'ngli o'ksmasin deb 1% qo'shib aytdim. Mayli, nima demoqchi eding? Chotki bitta soqqali ta'rif topdim. Sen topgan ta'riflar doim odamlarga minus olib kelgan. Balkim plus haqida ham o'ylash vaqti kelgandir. Bunisi bor-ku, eksklyuziv, faqat to'lqa plusga ishlaydi. Menda bor-ku, birdan savol tug'ildi. Plus bilan minus farqiga borasan, ha? Qara, bu bunday. Ta'rifim 4 ta bo'limdan iborat. Birinchisi, mana odamlar menga dardini aytadi-ku, dardini to'lib toshib aytadi, varoq bo'lib ketadi. O'shalarni men eshitib berishimni 100 ming qilib qo'ydim. Qali. Bu dardini eshitaman deb ustiga 100 ming qo'shib, dardiga dard qo'shib qo'ymayapsanmi? Mana men boya shunchaki dardini eshitishim 100 ming dedim. Lekin dardini eshitib birga qo'shilib siqilishim 200 ming. Dardni двойной qilar ekansan-da. Uchinchisi, uni dardini eshitib, birga siqilib, qo'shilib yig'lashim 300 ming. Bu 300 mingdan keyin uni dardiga yana bitta dard bo'lib qo'shilmayapsanmi? To'rtinchisi, yig'lash Pro Max. Sochlarimni yoyib, uvillab, dod solib, chirillab yig'lab beraman. Bunisi endi 400 ming. Gaplaringda vijdon, insof, iymon degan narsalar bor-a, samimiy qilingan-a? Izzatda to'rtinchisigacha bonusi bor. Bonusiga o'ziga qo'shilib dushmanlarini shunaqa yomonlayman bor-ku, urug' aymog'i ham qarindoshlar. O'ylavoring kelin. Oyjon, Hammasini eshitdim. Uyatda kelin. O'zim sizni tanlab kelin qilgandim. oyjon, aytmoqchi edim. Voy kelin, odam podammas ekansiz. Odamni sharmanda qildingiz-ku. Oyjon, men haligi O'ylay agar kelin, siz ko'rib ko'rmagansiz-da. Shunday zo'r soqol ish topsiz. Bir og'iz oyjoningizga aytmabsiz-da. oyjon, do'lingiz olib qo'yganman. Drujba, slujba. Ana bunisi boshqada kelin. Qani yuring, choy ustida daskanalni gaplashamiz. Yuring oyjon.
hozirgina insof bilan vijdon ajrashib ketishdi-da. Erim keldi. Erim keldi, erim keldi, erim keldi, erim keldi, erim keldi. Dadasi. Qirol qaytdi. Assalomu alaykum. Qani. Bugun xo'jayinim bilan vohli kelib qopdilarmi? Endi bugun bir odamlarga o'xshab xotinimga vaqt ajratay dedim-da. Bugun xo'jayinim bilan o'zingga nima xohlaydilar? Nima yegilar kelyapti? Ha endi bir yumshoqqina, do'mboqqina, go'shtli bir manta bo'lsa. Bir 20 tasini tiqardim-ku. Mantimi? Ha uni xamirini qilish kerak, go'shtini to'g'rash kerak, piyozini to'g'rash kerak, xamirini yoy, tuv, qasqonga sol pishir. Ish ko'p, boshqa ovqat ayting. Mantiqiymi? Bo'pti, unda lag'mon qilgin, ha? Mantini cho'pchab ol. Qilib yeymisan. Endi lag'monmi? Ha lag'monni ham xamirini qil, uni cho'z, sho'rvasini tayyorla, uni yopishib qolmasin deb qarab tur. Bo'lmaydi, manta nima, lag'mon nima? Ozor ovqat eting, nimangiz kelyapti? Ha yegim kelganini so'rading shekilli. Vaqt ko'p ketadi unga. Boshqa narsa ayting, nimangiz kelyapti? Nima tayyorlab bering? Любойni tayyorlab beraman. Aytdim-ku, lag'mon, manti. Nima u ovqat emasmi? Yo'q, u ovqat emas, u azob. Shunaqa. Unda norin qilib ber. 2 soat ketadi. Osh, Yana osh. Boshqasi. qozonkob. Galpsi, Qiyin. chuchura, Mayda ish. Bo'lmaydi, boshqa. 5 barmoq. Yo'q, bo'lmaydi. O'zi nima ovqat qilishni bilmaydi. Yana nima ovqat qilay deb so'raydi. Aytsang qilmaydi. O odamzod hech bo'lmasa 4 ta tuxum qovurib ber, ha? Hali xolodilnik olish kerak, tuxum olish kerak, gaz yoqish kerak, skоворodkani qo'yish kerak. Unda yog' sasiydi, keyin tuxum sachiraydi, unga tuz sepish kerak. Bo'lmaydi. Tavba qildim. Bu ayol odam bo'lmaydi. Nima qilay deb so'raydi. Aytsang qilmaydi. Rahmat. Qornim to'ydi o'zi. Bilganingni qil, tushundingmi? Bilganingni qil. Bilganimni qilaymi? Yuring, unda ko'chaga chiqib, bir ovqatlanib kelaylik. Shu erim pulni shu o'ynab kulib topadi o'ylaysan-da, ha? Ha, yerdan supurib olasiz-ku. Xotin, sen tentak bo'lib qolibsan. Tentak! Sen bu yoqqa yur-da. Bu yoqqa kelgin. Eshitdi yop. Senga 2 oz gapim bor. U menga qarada, o'rtoqlarim oldida sharmanda qilding. U bitta gapdan qolsang bo'ladi-ku, ha? Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim. Bir og'iz og'zingni tursang bo'ladi-ku, ha? Shuncha gap. Devorga gapirdimmi? Yoqda. Qani sen, yoqqa kel. Biz tashima. Hozir seni bor-ku. Ayjon. Oğlum, tinchlikmi? Kelinni o'ldirmoqchimisan? Ha, oyi, o'g'lingiz meni o'ldirmoqchilar. Unchalik o'ldirmoqchi emasman. Bu ham birovning bolasi senga ishonib berishgan. Oyjon, buningiz bor-ku. Men gapirganda pista. Bu ham birovning dilbandi, yalab yulqab katta qilishgan, oq yuvib, oq tarashgan. Oyi, siz meni eshiting? Oyi, nima oyi? Oyi deb umr yirgansanda, gapir. Oyi, buningizchi, mana o kontraktiga deb berilgan pulni olib, universitetga borib, hammasiga lotereya o'ynab ketdi. Kamiga 10 million qarz. Oyjon, o'g'lingiz meni o'ldirmoqchilar. Kelin, o'g'lim emas. Endi o'zim sizni imichimda urib o'ldiraman. Oyjon, sirishni gap borda. O'sha gapi men gapirganda jim turing. Bu ham birovning bolasi. Oyjon, Buni ham oq yuvib, oq tarashgan, yalab yulqab katta qilishgan. Bu ham birovning dilbandi. Oyjon, meni ham eshiting. Muncha oyjon dedingiz. Nima deysiz, gapiring.
O'g'lizchi dadajonni mashinalarini yaxshilab urib olganlar. Bir haftadan beri ustaxonada yotibdi. Hali hech kimga yetmaganlar. Nima? Oyijon, tushuntirib beraman. Siz meni eshiting. Men ham birovni bolasimi? Men gapiraman. Dadayam birovning bachasi oq yuvib, oq tarashgan, yalab yulqab katta qilishgan. U ham birovni dilbandi. Boyagina meni ham yalab yulqab katta qilishganda. Oyi, meni ham eshiting. Dadangni shuncha qilgan mehnatini ko'ku chiqdingmi? Endi aytmasam bo'lmaydi. Dadam viloyatga komandirovkaga ketdim deb o'rtoqlari bilan dachaga ketishdi. Sizni aldashdi. Oyi, boshqa forchga topa olmadim. Nima? Hozir kunini ko'rsataman. Kelin, telefonni bering. Mana ochiq. Oyi, qo'ying, dadam ham birovni bolasi. Hozir o'sha bola o'ladi. Ha, dadamni ham oq yuvib, oq tarashgan. Hozir oqqini chiqaraman. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे Qo'rchi, onangni qornim og'rib kech qolib o'tirganda Lamantganga balo bormi? Nosinga sana. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Opala, men ham bunaqa xo'rak otmayman-da. Voy xotin! Voy xotin! Soat 9 bo'ldi, hali yopsanmi? Yo'q, balla, mol yo'qlaydi. Xo'jayin haydab bor. Turi, ona. Xo'jayin haydab bor, soat 9 bo'ldi. Dadasi, siz ayollarning logikasini tushunmaysiz-da. Nima? Logika. Nimaga o'sha ayollar logikasi? 20 yoshimgacha ota-onam boqdimi? To'g'rimi? Ha. 20 yoshimdan 50 yoshimgacha siz boqasizmi? Ha, to'g'ri. 50 yoshimdan keyin bolalarim boqadimi? Undan nimaga kerak menga ishlash? Yo'q. O'zimni borib bir lahza lo'qday his qildim-da. Surildi. Ты горишь как огонь, у меня агония. Это любовь. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more. O'zing ham bir normalniy otsan-da, Shahzo. Ayo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz, yaxshi qiz, zo'rmisiz? Yaxshi, rahmat. Ishlar bilan charchamayapsizmi? Yo'q, yaxshi. Uydagilar yaxshimi? Ha, yaxshi. Bezovta qilib qo'ymadimmi? Qimmatli vaqtingizni o'g'irlamadimmi? Kimdi bu? Ha, tanimadingizmi? Jinursin, men taksiman, taksi. 25 minutdan beri 100 oldi kutib o'tiraman. Ha, ishlaylik onasini emsa, men odamlarga o'xshab bunday zakat so'rang. Umrga ordingizga chiqasizmi yo'qmi? Uzr aka, esimdan chiqib ketdi. Hozir mana tushaman. Hay senga sana. Aya, qachon sizni ruxsatingiz ko'chaga chiqa olaman? Adangga hali ruxsat yo'q-ku. Senga pishirib qo'yibdimi? Ketyapsanmi? Sensiz zerikib qolarkanmiz-da. Aya, boshqa dadamni haqorat qilmang. Bu o'yinlarini bilasizmi? Gararara. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.
Bu xotin uy ishlarida charchamagan, yaxshi o'tiring, xo'pmi? Mayli dadajon, siz yaxshi borib keling. O'zingiz ehtiyot qiling. Men ketyapman. Mayli. Cho'tta nimadir netoda. Doim qayerda bo'lasiz, qayg'urda yurasiz, soat 6 bo'lmay uyda bo'ling deydigan odam bugun jim. Yo, kasal-pasalmikan? O'lim oldi yaxshi gapiryaptimikan? Tinchlik bo'lsin-da. Yaxshi keldingizmi dadasi? Ishlardan charchamaydingizmi? O'tiring, osh tayyor, hozir sizaman. Точно bu kasal. Ush ketadigan tayyorgarlik ko'ryapti. Ya, bu prosta o'lmaydi-da, avval meni o'ldirib, keyin ketadi. Netoda? Oling dadasi. Xotin, hammasi joyidami? Tinchmish qilib. Kuniga 50 marta telefon qilarding, umrimni yeb, qayerdasiz, qachon kelasiz deb? Yo'q, hammasi yaxshi dadasi. Rostini aytib, yo u kim o'tib qoldimi? Yo'q, nabarat oldingidan baquvvatman. Ish qilib tinch bo'da. Xotin, men choyxonaga ketaman. Mayli, yaxshi borib keling dadajonsi. Senda bir balo bordi. Voy, xotin, men keldim, qattasan-u. Xotin! Voy, assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Hali ham tirikmisan sana? Yo'q, men hali kelganim yo'q, mahallam boshidaman. O'tiring dadajon, hozir achchiqqina choy damlayman. Stop it! Men ichmaganman. O'zimdaman, tirreziman. O xotin, men sen bilan 10 yildan beri birga yashayman-da, seni hadingdan bilaman nima bo'lganini. To'g'risini ayt, nima bo'ldi, ha? Qachon shu yoqqa borsam 20 marta telefon qilarding. Qachon kelasiz, nima qilyapsiz, nima bo'lyapti? Achchiq so'rading, tinmay. To'g'risini ayt, nima bo'ldi, ha? Yuragimga sig'may ketyapman. Ayt. Haligi anu bekitib qo'ygan pulingizdan. Pulim. Xotin! 20 million boshga sanki tovuq miya! Lazijigar, yashaging kelsa surbotda. Теперь давай танцуй!